farzandlar o'rtasida adolatli bo'lish va moddiy hamda ma'naviy narsalarda hamma farzandni bir xil ko'rish. Buni ham mana Imom Buxoriy va Imom Muslim hazratlaridan rivoyat qilingan hadisda Payg'ambar alayhisalom marhamat qilyaptilarki, Payg'ambarimiz alayhisalom ittaqulloha va'dilu bayna auladikum. Allohdan qo'rqinglar, Allohga taqvo qilinglar va bolalaringizni o'rtasida adolatli bo'linglar. Buyruq qilib aytayaptilar. Allohdan qo'rqing, avlod bolalaringning orasida adolatli bo'ling. Adolatli bo'lsangiz yaxshi bo'lardi degan gaplar emas. Adolatli bo'ling deb Rasululloh alayhisalom siz bilan bizga uzul kesil buyruq qilyaptilar. Moddiy narsa, ularni ta'minoti, kiyintirishimiz, yeyishimiz, ma'naviy narsa, erkalatishimiz va hokazo hamma narsada farzandlarni ota bilan ona bir xil ko'rishligi lozim bo'ladi. Ana shu farzandlar o'rtasida adolat bo'lmasligi, farzandlar o'rtasida har xil noto'g'ri taqsimotlarning orqasidan ota-ona o'tib ketgandan keyin aka-ukalar, opa-singillar o'rtasida janjallar, to'polonlar, kelishmovchiliklar, nizolar, hatto bir-birlarini sudga berishlar hammasi mana shu orqasida kelib chiqyapti. Ya'ni Allohdan qo'rqish va adolatli bo'lish degan Allohni belgilab qo'ygan Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom siz bizga buyurib ketgan ta'limotlardan chekinishimizning orqasida, shunga yetarlicha e'tibor qilmasligimizning orqasidan ana shu muammolar kelib chiqadi. O'zi Allohning qaysi bir buyrug'iga yoki qaytarig'iga yoki Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning qaysi bir buyruqlariga, qaytariqlariga itoat qilmasak, o'shani orqasidan qanaqadir muammo kelib chiqadi o'zi. Agar shunga og'ishmay itoat qilinsa, u muammo bo'lmaydi.